Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Labba eshitaman. Men bo'laman Yusufbek. Labba eshitaman. Qaysi kasallik bilan kasallanib qolgansiz? Ko'krak saratoni? Alloh dardingizga shifo bersin. Albatta bo'ladi. Bismillah deb iste'mol qilishni boshlang haliylarni. Inshaalloh natijasini ko'rib o'zingiz xursand bo'lasiz hali. Sog' bo'ling. Hozirgi paytda onkologik kasalliklarning turi juda ham ko'payib ketmoqda. Ayniqsa ayollarda ko'krak saratoni kundan kunga ortib bormoqda. Onkologik kasallikni ko'krak saratoni bilan kasallanib qolgan bir bemorimizda hozirgi paytda juda ham go'zal bir natijalar bor. Shu natijalarni siz bilan bo'lishmoqchimiz. Doktorlar ularga hattoki javob berib yuborishgan. Kimiyani foydasi ham bo'lmagan. Hozirgi paytda Halila mahsulotini 3 oy davomida iste'mol qilib, juda ham go'zal natijaga erishgan. Bu narsani siz bilan bo'lishmoqchimiz. Assalomu alaykum. Mukarrama, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Avvalambor chaqirganingizga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmaydi. Har doim shunaqa quvnoq, sog'lom, sog' salomat bo'lib yuring. Rahmat. Men sizni ko'rganimda kasal insonga o'xshatmadim. Har doim yuzingizda tabassum bo'lsin. Agar yo'q demasangiz, suhbatimizni boshini ozgina bir o'tmishdan boshlasak siz bilan. Ya'ni shu kasallikni, shu nimadan boshlanganligi haqida va nima sababdan shu kasallik o'ziga kelib chiqqanligi haqida ozgina bir gapirib bersangiz, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Bilmasam. Shams Tabriziy aytganday, nima deydi, dardini oddiy qilib tushuntiradiganlar bor. Dardini go'zal qilib tushuntiradiganlar adabiyotchi bo'ladi. Holi aytadiganlar oshiq bo'ladi. Men nima deb tushuntiray dardimni? Siz qanaqa deb ma'qul topsangiz, o'zingizga shunaqa qilib tushuntirish. Endi bemor bo'ladi-da, sog' odam ham. Yo'q, misol uchun aytaylik, bu kasallikni o'zi qachon sizda aniqlangan? Kasallik davrida Halilani ichguncha sizda qanaqa nimalar o'tgan sizda? Bu kasallikmi? 2014-yil yurak bo'yicha davolanib yurgan vaqtlarim o'zimizda Sapartakda shunda aytishib edi. Borib onkologiyaga uchrashing deganda umuman tan olmadim men kasallikni. Men hech qachon kasal emasman deb kasal emasman dedim-da. O'zimga nima deydi, motivatsiya berdim. Kasallik tan olgim kelmadi. 2022-yil shu chap ko'krakda og'riq bo'lavergandan keyin o'zimizda onkologiyaga borib uchrashganimdan keyin mana shu kasallik menga aniqlandi. 4 ta ximiyoterapiya oldim. 6 ta buyurib keyin operatsiya degandan keyin umuman olgim kelmadi ximiyoterapiyani. Shundan keyin Behzod Botirovichga davolandim saraton akademiyasiga. Keyin ancha u yoqdan effekt topdim. Keyin 2023-yil 7-dekabr kuni Halilani o'qib qoldim. O'shandan siz bilan muloqot qilib, keyin ishonch uyg'onib menga, Allohga shukr, Haliladan ichib ancha davo topdim. Alloh xayr qilsin. Allohga shukr, yaxshiman. Davo topdim. Ishonch bilan gapiraman men. Umringiz uzoq bo'lsin. Halila mahsulotini iste'mol qilishdan oldin sizda qanaqa o'zingizda organizmingizda bo'ladigan misol uchun simptomlar bo'lardi? Ya'ni aytaylik, ko'ngil aynishi, bosh og'rishi yoki qusish kabi holatlar, og'riq, ishtahasizlik, qanaqada aytaylik, o'zingizda qanaqa kechardi shu holatlar? Mendami holsizlik bo'lardi, hech narsa yoqmasdi, og'riq bo'lardi, ko'proq og'riq bo'lardi. Keyin oyoqlarimda ham, qo'llarda, suyaklarda og'riq bo'lardi. Men shu aytayapman-ku, og'riq kuchli bo'lardi, hech narsa yoqmas edi g'opayt. Shunda ham o'zim quvnoq tutishga harakat qilardim. Bu kasallikni hozir tan olmadim deyapsiz, hali ham tan olmayman deyapsiz. Sizda bunaqa kasallik yo'q. Lekin sizni bu kasallikni ko'proq avvalambor Alloh sababchi, yengishingizga, ko'proq misol uchun shu narsada kurashishingizga sababchi bo'layotgan insonlar kim sizda ona? Oldingizda turib beradigan, tog'dek bo'lib turayotgan insonlar kim? Endi nima deydi, har bir narsaga mehr kerak.
eng avvalo mehr kerakda. To'g'ri. Keyin hali nima desam ekan, aka ukalaringizni, opa singillaringizni mehri, Shunaqa. turmush o'rtog'ingizni mehri, farzand nabiralaringizni mehri. Mana shu 2022-yil men shu kasallikka endi men hozir siz aytib bering deyapsiz, men ichimda ayting, gaplarim ayting, ko'p ayting. aytaman desam, Ayting. 2022-yil men birinchi ximiyani уже mana shu kasallik bor sizga deganda men birinchi marta nimani o'yladim deng? O'limni o'ylamadim. Farzandimni yo turmush o'rtog'imni o'ylamadim men. Birinchi o'zimdan katta akam bor, 3 yosh kattada mendan. Ikkinchi akam ana shu kishini o'yladim. Sabab? Sabab nima deydi, hol bolalikda ko'p urushasiz, ko'p bir-biringiz bilan nima qilasiz, o'ynaysiz, bo'ynaka akangiz bilan sirlashasiz. Yana akam bor, katta akam ham bor. Shu ikkinchi akamni o'yladimda, men faqat nimani o'yladim? Men akamning dilini og'ritganman dedim. Ha. Ko'proq boyagi akam endi keladi hammasi o'sha o'zimizdan akalar Sibansaga keladi, ko'radi meni. Shunday anaqa qiladi, faqat akam qo'ldan ushlaymanda, kechirim so'raymanda. Aka, men siz dilingiz ko'p og'ritganman, ko'p dilingiz og'ritganman deymanda. Keyin akam bo'lsa, "Yo'q" deydi, sizlab gapiradi, bizga senlamaymiz, bir-birimizni sizlab gapiramiz. Shunday akam anaqa qiladi-da, siz hech narsani o'ylamang, siz yaxshi bo'lib ketasiz, siz kasal emassiz deydi-da, doim menga faqat shunday gapni aytadi. Qarangki, odamzod boshqa hech bir xil o'limni o'ylab qoladi-da, birdaniga o'limni o'ylaydi. Voy, men shunday kasal bo'ldim, endi o'laman deydi. Men o'sha narsani o'ylaman, men o'laman demam, men albatta yaxshi bo'laman dedim. Lekin faqat akamdan kechirim so'radim-da. Bu hozir bu kasallik bilan kasallangan insonlar ko'p aytadi-ku, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil yo'q. Har bir soatida o'ylaydi-da baribir. O'ylaydi. 1 soatdan keyin nima bo'lar ekan? Mm. 1 soatdan keyin endi bitta xonada o'zi qolsa hattoki ko'zim ocharmikin deb o'ylab qoladi, hattoki shunaqangi xayol ketadi. Sizda shunaqa holat bo'lganmi? Endi hammamiz Allohning bandasi, nima qilib, nima deysiz, bari o'limda soat sayin eslab turish kerak, minut sayin. Bilmadim, lekin o'lim baribir haq, qachondir ana bo'lasiz. O'ladi odam, hech kim nima qilmaydi-yu. Kim biladi? Shu kasallik sizga, shu onkologический nomi o'zi ham tan olishga bir sovuq kasallik nomi ham. Shu kasallikni sizga aytishganda birinchi bo'lib xayolingizdan nima o'tdi ona? Ichingizdan. Nima birinchi tushkunlikka bir tushdimi, darrov o'zimda nima qildim men. Men bunda kasal emasman dedim. Tushkunlikka deganda qanaqa tushib chiqdingiz bu tushkunlik? Hech kim siz xonaga bekinib olib, yo'q, berkinmadim. Shunday men shunday odatim borda, birdaniga ichimdagini aytib tashlaydigan odatim bor. Men unday bir xillarda bekinib, yig'lab, yo voy men shunday kasal ekanman deb ana qilmadim. Birdaniga aytdim, men bunday kasal emasman dedim. Bir shunday tushkunlikka tushdim, lekin o'limni o'ylamadim. Men aytyapman, faqat akamni o'yladim men o'shanda ham. akangizni ko'proq yaxshi ko'rar ekansiz deb. Bilmadim, endi hammasini ham yaxshi ko'raman. Ko'proq meni hayotga qaytargan mehr bo'ldi. To'g'ri gap. Mehr baribir, bu mehr baribir har bir insonga kerak. Haqiqatan. Ayniqsa bemor insonga mehr juda ham kerak. Haqiqatan. Mehr kasal insonni oldiga bir piyola choyni, misol uchun kimdir kelib ketadi, taslatib qo'yadi, misol uchun. Haqiqatan. U inson o'zi bemor yotibdi, lekin uni yana uziladi-da. Ya'ni qo'pol qaytganda shu kasalligim ham ularga og'ir tuyotgan ekan. Haqiqatan. Ertaga malollanib beradi shu narsani deb turib, ani o'zini o'zi tishlaydi-da inson. Shunaqa holatda bor eshitganman, juda ham ko'p ko'rganman. O'shaning uchun mehr birinchi o'rinda. Mehrni ko'proq inson shu yaqinlardan eshitgisi, ko'rgisi, har doim yonida turishini xohlaydi. Bu haqiqat, chunki bu kasallikdan juda ham ko'p ishlab kelganim uchun bu narsani bilaman. Hozirgi paytda sizdan ancha kichik, hattoki turmushga chiqmagan qizlar, yosh kelinchaklar shu kasallik bilan kasallanib qolgan insonlar juda ham ko'p. Ularda men endi xalilani ichsin demayman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, ular tushkunlikka tushib qolgan. Kayfiyati yo'q. Bo'ldi. Xuddi ular uchun endi hamma eshiklar yopiqdek tuyuladi ular uchun. Mana shunaqa insonlarga siz o'zingiz boshingizdan o'tkazdingiz, mana ximiya oldim deyapsiz. Ayollarga ayniqsa qanaqa shu bir motivatsiya bera olasiz? O'zingiz mana shu narsani yengayotgan ayol sifatida shu ayollarga qanaqa bir motivatsiya bera olasiz? Ayollarga ham hech qachon tushkunlikka tushmaslik kerak inson.
u bemor bo'ladimi yoki sog'lom odam bo'ladimi? Hayot bu. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Kimdir yaxshi insondan ayriladi. Kimdir mana shunday bemor bo'ladi. Xudoga shukr qilish kerak. O'sha bemorlarim, ayollarim, men kasal ekanman deb bo'ynaki turmush o'rtog'iga yoki aka ukasiga yo farzandlariga qandaydir bir nima deydi, sovuq muomala qilsa, ular ham sovuq muomala qiladi. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Eng birinchi o'ringa kim bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga o'zi motivatsiya berish kerak inson. O'qisinlar, kitob o'qisin, she'r yodlasin, Siz qo'shiq o'zingiz aytsin, raqsga tushsin, mayli, hech kim bo'lmasin uyida. Marhamat, raqsga tushsin, xohlasin kitob o'qisin, she'r o'qisin, she'r yodlasin. Ya'ni odam o'zi hayotga yana qaytib boshlaydi. she'r o'qib turar ekansiz ona, ha? Yaxshi ko'raman, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov she'rlarini Agar yaxshi o'zingiz ko'raman. yaxshi ko'rgan she'rlar ikki qator Yo'q, aytib bera olmayman. Nega ikki qatorini? Aytib bera olmayman. Ikki qatorini. Do'st bilan obod uying gar bo'lsa, u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas esa vayronadir koshona ham degan ekan marhum shoir Erkin Vohidov. Do'st bilan obod uyimiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki mana shu bemor bo'lganimda mendan keyingi ukam bor, Erkinjon, постоянно men bilan har doim mana shu Toshkentlarga birga qatnadi. O'zi to'g'ri ozgina sal mansabli ishga ishlaydi, lekin tinimsiz men bilan bordi-da. Tinimsiz mana har kuni aka ukalarim har kuni mendan xabarlashib turadi, telefonlashadi. Bugun endi men sizlar qachon kelishlaringizni bilmayman, bo'lmasa ularni ham taklif qilardim. Inson faqat mehr bilan yaxshi bo'lar ekan. Chunki men shu xo'jayinim bilan 43 yil yashagan bo'lsam, nima deydi? Bir-birimizni hurmat qilganmiz, hazil-huzul bilan. Inshaalloh birgalashib 90 yoshdan ham birga Inshaalloh, ko'raylik har nasib. doim. Har doim yuzida tabassum bo'lib, hech qachon bir-biridan Alloh ayirmasin, avvalambor. Inshaalloh nasib. Ona Xalila mahsulotlarini mana iste'mol qildingiz. Ya'ni onkologik kasallik uchun iste'mol qildingiz. Siz o'zingizda aynan ichganingizda yana qanaqadir o'zgarishni sezdingizmi? Sog'lig'ingizda, kayfiyatingizda, uyqungizda qanaqadir? Albatta sezdim, chunki menda mana shu chap ko'krak saratoni tashxisi qo'yilgandan keyin уже juda katta bez bor edi. 20 ga 20. Endi o'ylayvering, qani bu 4-bosqichga o'tdi degani bu. Bu unday olganda ba'zi bir kishilar aytadi, men уже tamom, men o'laman deydi. O'shanda men aytdim, yo'q, baribir men Xalila ichib ko'rishim kerak dedim. Men endi siz bilan muloqot qilib kelyapman, lekin olib ichishga shuni anavi qilmaganman-da. Lekin tan olish kerak, ichish jarayonini salkam 1 yil davomida kuzatgansiz. To'g'rimi? Haqiqatan 1 yil davomida kuzatib, 3 oy davomida iste'mol qilib, 3 oyda 2 oy, ha? 2 oyda rezultat ko'rganlar, 2 oy davomida. Endi avvalambor shifo Allohdan, hech kim bilmaydi. Shu narsa, shu vaqt olib ichishingiz yozilgan ekan, shunaqa bo'ldi. Mayli, nima deymiz bu narsani? Juda ham xursandman avvalambor. Hozirgi payt chunki juda ham ko'pchilik inson bu narsa qiziq. Ya'ni ko'krakdagi onkologik kasalliklar uchun qaysi tomonlama yordam bergan? Chunki bilasiz, u narsaning 2 xil turi bor. Ichki tashqi turi bor. O'shaning uchun bu qaysi tomonlama yordam bergan? Og'riqlari qolganmikin, ishida ketganmikin, limfalasi o'ralganmikin, metastaza bermadimikin degan savol juda ham ko'pchilik insonlarda ko'p. Chunki ular bir-biri bilan sizni kasalligingiz bilan ular o'zinikini taqqoslaydi-da. Taqqoslaydi. O'sha uchun aytmoqchi bo'lganim, agar ko'proq ozgina ma'lumot bersangiz, ular ham shu narsani ichishiga sababchi bo'lib qolgan bo'lasiz, xudo xohlasa demoqchi. Haqiqatan men suyaklarimda mutatsiya bergandi. Mana shu nimada borganimizda, Rossiya borganimizda ham o'zimiz ham o'sha Toshkentda Beruniyga yadroga tushib keldim o'sha vaqtlar. Mutatsiya bergan, 4-bosqichga o'tyapti degan nimani bergandan keyin mana shu Xalilani ichdim. Men umuman mana undaq o'tira olmas edim. Ochig'ida gapda men to'g'risini aytyapman, o'tira olmas edim. Shu imkoni bo'lsa faqat yonbosh tashlab, shunday anaqa qilib, Xudoga shukr, Xalilani birinchi oydan ichganimdan Xalilani foydasini men ko'rganim, boyagi o'tiryapman, bemalol o'tirib ovqatlanyapmanmi, yuryapman, xohlagan ishlarimni qilyapman, hovlilarga chiqib. Men Xaliladan men foyda topdim. Birinchi oy ichganimdan men foyda topdim. O'shanda men sizga aytdim, sajdaga bora olmas edim men deb. Esimda o'chdi. Sajdaga bora olmas edim. Sajdaga umuman bora olmas edim. Men shunday yostiq qo'yib bir amallab o'qir edim namozimni. Hozir yaxshi. Xudoga shukr, hozir yaxshi. O'zim turib, Mana shu o'tirib, zo'rg'a o'tirib o'qir edim.
Xallani Mashalloh. birinchi oydan shunday ichganimda menga shunchalik effekt berdi. Yaqin orada doktor ko'rikdan o'tdingizmi? Yo'q, borganim yo'q. Borib keldim. Xallani birinchi kurs ichganimdan keyin borib keldim. O'zgarish qanaqa bo'libdi? O'shanda qarang 20 ga 20 berilgan bo'lsa, 18 ga 15 dedi. Keyingi oyda ichib borganimdan keyin уже 12 ga Mashalloh. 5 dedi. Mashalloh. Ana endi Shu javoblar turibdimi sizda? turibdi, ha. Menga berasiz, men sizdan olib ketaman Toshkentga, Mayli, Xudo xolasa. mayli. Chunki man har bitta mijozdagi o'zgarishlarni, oldingi kasalligini va yangi natijalarini solishtirib olish uchun har bir insonnikini olib qo'yaman, iloji bo'lsa. Hozirgi paytda shu kasallik bilan kasallanib, Allohga shukr, ancha natija olibsiz. Alloh Xudoga yana ham shukr. chiroyli natijalarni bersin. Inshaalloh, Siz nasib. kasal emassiz. Chunki men to'g'risini aytaman, siz kasal inson o'xshatganim ham yo'q, ko'z tegmasin. Juda ham Xudoga shukr. tetiksiz, ko'z tegmasin Allohga doim. shukr. Halila mahsulotlardan rozimisiz? Allohga shukr, roziman. Mingdan ming roziman. Sizlardan ham roziman. Allohim nima deydi, dardini bergan Allohim shifosini ham bir joylardan berar ekan-ku. Shunaqa. Mana Haliladan Sababini berdi. izlashimiz kerak-da faqat ona, sababini. Chunki Haliladan men davo topdim. umringiz uzoq bo'lsin. Chunki ko'pchilik insonlar bor, shu joyda gapirib o'tish ketish joiz deb bildim. Halila o'zi nima? Misol uchun deyishadi, Halila o'zi nima, qanaqa ko'rinishga ega? Kimdir o'ylaydiki, Halilani ichsam bo'ldi, men sog'ayaman deydi. Shunaqa bo'lsa iloyim. Lekin ular 3 kun, 7 kun ichida bitta sog'ayib ketishni xohlashadi. Iloyim bo'lsin shunaqa rezultat. Bo'lsin. Hammada bo'lsin. Lekin bu kasallik oddiy shamollashmasda ona yoki oddiy allergiya emas. Ozgina vaqt bu narsani iste'mol qilish kerak oldin, kuzatish kerak. Har doim aytamiz, 120 kun oldin iching. Mana o'zingiz ham aytasiz. Bir oy ichdim, doktorga bordim. Bir oy ichdim, doktorga bordim deysiz. Kimdir aytadiki, men bir oy ichdim, meni sog'lig'imda hech narsa o'zgarish bo'lmadi-ku. Ya, doktor ko'rikdan bordingizmi desam, yo'q deydi. Unda qanaqa aytasiz? Men deydi, hali ham og'ridim, hozir ham og'riman deydi. Siz unaqa siz bilmaysiz. Doktor ko'rigiga borib o'tib kelgandan keyin natijasi men tashlab beradi, ko'rsam o'zi 2 xilda farq. O'zgarish bor. O'zgarish bo'ladi. Chunki men o'zimga birdan shu xallani ichganimda menga bilindi. Bir hafta ham o'tgani yo'qda, 3 kun 4 kun ichiga shunchalik suyaklarim yengil, shunchalik ana bo'lyapmanki, darrov menga o'zi bilindi xallani ichganimni. Xalla, nima deysiz, sizlarga rahmat, shuni shunchalik xalqni o'ylab, Umringiz uzoq shu bo'lsin. bir xilda shunday o'tirasiz-ku, aytadi, saraton bedavo dard deydi-da. Gohida Yo. yuzingizga aytadi-da bir xilda. Ha, Bundan bor, deydi, bor, bu ona o'lim bor. bilan tugaydi deb aytishadi-da. Keyin men aytaman, yo'q, avval Xudo deyman. O'shani ham sababchilari bor deyman. To'g'ri. Keyin aytaman, men xalla ichyapman deyman-da. Ular aytadi, bu qanday? Tabiiy giyohlar deyman. Mashalloh, ko'z tegmasin bor. Chunki hozir ko'pchilik aytadi, kasallikni yengib bo'lmaydi deyishadi. Boshqa narsalar bilan siz yoki nimadir siz yengib bo'lmaydi deyishadi. Chunki bu narsani o'zim yaqin insonim ham ichadi-da, Halila mahsulotini. Onkologik kasallik, bosh miyasida onkologik kasallik bilan kasallangan inson bir ichadi. Bizda sudurgi berardi. Boshlarida suv ham bor edi. Allohga shukr, juda ham zo'r bo'lib ketganlar hozir. Ko'pchilik inson aytadiki, Yusufbek bu narsani baribir aytadi tushunmaydi deb o'ylashadimi yoki misol uchun ko'pchilik holatda eshitaman, o'zingiz ko'zingiz bilan kuzatib bormagansiz bu narsani deb o'ylashadimi bilmayman. Lekin u insonni men ochiqdan ochiq aytib, tushuntirib berishni men xohlamayman hamda. U narsani o'zini vaqti, soati bor albatta. Inshaalloh har bir inson harakat qilsa o'zini yaqini uchun harakat qiladi. O'zini o'sha kasal bemor sog'lig'i uchun harakat qiladi. Va natijalar ham ular uchun albatta bo'ladi. Uning uchun faqat bismillah deb Halila mahsulotini inshaalloh boshlashni tavsiya qilamiz albatta. Onajon, agar bir shu mahsulotni ishlab chiqargan insonlarni, sizga yetkazib bergan insonlarni, bemor insonlarning haqqiga bir duo qilib bersangiz, chunki sizning duoingiz inshaalloh tezroq yetib boradi, Xudo xolasa. Allohim, avvalo o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Allohim, bandamdek Muhammad payg'ambarim ummatimdek. Allohim, o'zingga banda habibingga ummat qilganing uchun Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Allohim, do'stga zor, dushmanga muhtoj qilmagin, nochor qolib, nokas qo'lini tutmaylik. Allohim, qarilarga nur iymon ber, yoshlarimizga uzoq umr ber. Allohim, mana shu bizni hurmat qilib, shu xonadonimizga tashrif buyurgan Yusufjon sizga, mana Mohira qizimiz sizlarga, siz hammalaringizga, mana shu xallachi ishlab chiqaradigan jamiki yigit qizlarimizga Allohim umr bersinlar. Rizqlari faroymon bo'lsin. Allohim jamiki bemorlarimizga komil shifo ato qilsin.
hech qachon bemor bo'lmasin. Allohim ham oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz chiroyli Makka Madina bo'lsin, ichganlarimiz Zamzam suv bo'lsin. Allohim hammamizni qo'llab-quvvatlasin. Hamisha rizqimizga, umrimizga, kunimizga, vaqtimizga baraka bersin. Allohim sizlarni ham umrlaringiz uzoq qilsin. Jumlai mo'minni Allohim o'z panohida asrasin. Yurtimizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala sohibi ajmin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ya rahmatga rahmat. Sizlarga ming marta Sizga rahmat. rahmat. Sizlarga ham rahmat. Chaqirganingizga rahmat, shunchalik. Rahmat sizlarga ham. Vaqtingizni ayirmaganingiz uchun, qimmatbaho vaqtingizni ayirmaganingiz uchun sizga rahmat. Hurmatli Halilaning aziz va qadrli kuzatuvchilari, shifo Allohdan. Yana qaytarib aytamiz, shifo Allohdan. Biz bir oddiy bir bandamiz. Agar shu kasallikni yengishga, kasallikni oldini olishga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, biz sizga sababini, ya'ni shu Halila mahsulotini tavsiya qilamiz. Inshaalloh hech qanaqa garmo kimikasiz mahsulot. Kimya, nur bilan hamparali ravishda bemavsim oqsayda bo'ladi. Bu narsa sabab xolos. Bu narsani ichib turib, siz 10 kundan keyin bo'ldi, sog'ayib ketasiz degan narsamizni ishlatmaymiz, chunki shifo Allohdan. Agar mahsulotlarimiz sizga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sog' salomat bo'ling. Bizlarni kuzatishda davom eting.